Assalomu alaykum barchaga. Birinchi marta YouTube'da bunaqangi formatda video qilyapman. Ya'ni nimaga bag'ishlangan? 3D bosma, 3D pechat, 3D printing bo'yicha qilyapman. Shu paytgachagi shortlarim adashmasam energetika hamda elektr hodisalariga bag'ishlangan. Shuning uchun bugun boshqacha formatda video olishga qaror qildim. Sababi birinchi marta TPU termoplastichniy poliuretan adashmasam, termoplastik poliuretandan plastmassasidan detal yasadik. Mana bu o'sha studiya, Bambu studiyani o'zida mavjud bo'lgan figura o'sha TPU plastmassasida pechat qilindi. Granlari ham juda ham zo'r, tiniq, ajoyib. Hozirgi paytda bosish jarayoni ketyapti. Ya'ni nima pechat qilyapman, nimani bosyapman? Transportda orqa o'rindiqda ketayotganimizda biz bo'yinimizni orqaga qilib, boshimizni orqaga qilib uxlab ketishga harakat qilamiz. Biroq boshimiz og'irlik qiladi. Ya'ni o'sha burchak ostida bo'ynimizni og'ritadi. Bo'ynga juda katta bosim tushadi. Shuning uchun men maxsus yostiqcha bosishga qaror qildim. Bambu studiyada uni Bambu Studio slicerida, ya'ni o'sha kesish dasturida uni o'sha sozlamalarni kiritdim va bosishga berdim. Bambu Lab P1S turidagi bosma printer. Hozir men kamerani sizlarga burib ko'rsataman. Mana bosish jarayoni ketyapti. Hamda mana o'sha dasturiy ta'minotda qayta ishlangan yostiqcha, bo'yin uchun yostiqcha. Bu narsadan juda o'zim xursandman. Sababi bu narsa, bu ishimiz ertangi kunimizni, ertangi kelajagimizni, rivojlanishimizni deb ochasiz deb bilaman. Sababiki bunaqangi texnologiyalar anchayin rivojlangan emas bizda. Endi kirib kelmoqda va bu yoshlarga bir stimul sifatida olinyapti.